Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Barmisizlar, yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Bugun obzorimiz shu uchastka bo'ladi, shu uchastka sotilajak. Xudo xolasa kimga shu uchastka kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Azamatga murojaat qilishlari mumkin. Telefon ekranlaringizda yozilgan bemalol Azamatjonga murojaat qilib, kelishib pullarni shu joyni uchastkani ustida kelib murojaat qilishlaringiz mumkin. Ko'rib bemalol manzilga keladigan bo'lsak, Adakkayev paxtachi 3-bo'lim deb aytadilar ekan. Bemalol Azamatni o'zi bilan bog'lanib, telefon orqali kelib, o'zing gaplashib olasizlar degan umiddamiz. Bu yerda ko'rib turganlaringdek joyliq ekan, xudo xolasa berilib joyliq bo'lib ketadi. Bu uchastkani bahosini Azamatjon bilan gaplashib, telefon orqali muloqot qilib kelishib olasizlar degan umiddamiz. Bu uchastkani sotish niyati yo'q edi. Pul kerak bo'lgani uchun zudlik bilan sotish kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos obunachilar layklarni bosib uchastka kerak bo'lib turgan odamlar yaqinlaringizga jo'natishlaringiz mumkin. Zudlik bilan sotilishi kerak bu uchastka. Xudo xolasa nasib etsa uchastkalar bo'lib qolasizlar degan umiddamiz. Layklarni bosib beringlar. Kanalimizni rivojlanishina yordam berasizlar deb o'ylaymiz. Hamda yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bu ekrandagi nomer Azamat nomeri bo'ladi. Bog'lanib bemalol uchastkani kelishib so'zlashlaringiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, layklarni bosib tarqatib qo'ying kanal.